Bolalar bugun Game Pass ochishni o'rganamiz. Robloxda 3 ta nuqtani bosib, Create degan joyga kirib olamiz. Create degan joyga kirganimizdan so'ng 3 ta nuqtani bosamiz. Home degan joyga bosamiz. Keyin 3 ta nuqtani bosib, Create degan joyda bosamiz. Ikkinchisi Creation degan joyda bosamiz va xuddi shunaqa ekran ochiladi. Или pastda baza bor, o'sha bazani ustiga bosamiz. Yana 3 ta nuqtani bosib, pastdan Passes degan joyda topib bosamiz. Или Create Pass degan joyda bosib, name'ga sizlar xohlagan ism qo'yisizlar. Men Rune qo'ydim o'zimning nomimni. Или bu yoqqa xohlagan harflarni yozib tashlashlar, keyin Create Passni bosasizlar, saqlandi. Или bu yerda IDni, или boshqa narsani bosmaysizlar. Rune degan joyga bosasizlar. Masalan, o'zlaring niklaringni ustiga bosasizlar. Niklaring ustiga bosganlaringdan keyin mana shu ekran yana ochiladi. Keyin 3 ta nuqtaga bosasizlar, Sales degan joyga kirasizlar. Keyin ana tepadagi presetni yoqib, qancha Roblox qancha yozsalaring, xohlagancha yozsalaring bo'ladi. Men 20 Roblox qildim. Pastdagi ptichkani o'chirib qo'yasizlar. Или chiqib ketsalaring bo'ladi bemalol. Keyin Please Donate deb qidirasizlar. Please Donate birinchisiga kirib boshlashni bosasizlar. Please Donate'ga kirdik va strelka orqali o'zi ko'rsatadi qayerga borishni. Mana strelka orqali ko'rsatadi. Birinchi kirganlar uchun bosib turasizlar. Mana ochildi. Game Pass ochildi. 20 Roblox tasha oladi menga. O'zimga o'zim tashaman. Boshqa kelib 20 Roblox tashlab berishi mumkin menga. Xohlasangiz 4 Roblox, 10 Roblox, 50 Roblox, 100 Robloxga ham olsalaring bo'ladi. Men 20 Roblox qilib ko'rsatib berdim.